Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, qo'y so'raganlarimiz, qo'zi so'raganlarimiz mana hammasi qo'zilarimiz keldi. Soni 17 dona. Hisori qo'ylar hammasi. Simjun. Mana so'raganlarga ichida 2 dona hali qo'chqor qilib olaman deganlar uchun 2 dona narxi boshqa qo'zilarimiz bor. Zotga chiroyli qilib boqib olaman deganga. Ularni optimga kim olsa 27 dan dastlabga qilib beraman. Agar bitta ikkita so'raganlar bo'lsa, plyuslari bor. O ikkitani narxini olaman deganlarga, o ikkitani narxi отдельный narxi bor. O'zini olaman desa, agar hammasini olaman desa, mayli, haliga qilib qo'shib beraman shu narxda. Lekin uni ikkitani o'zini отдельный olaman deysa, u $300 dan qilib beraman uni. Qolganlari ham simjin, toza, sariq qo'y. Lekin u ikkita narxi boshqacha kelgan. Bittasi. Bittasi mana. Chap tomondagisi. So'raganlar yaxshilab ko'rib nima qilaveringlar. Hali YouTube'ga qo'ymadim. Shu so'raganlarga tashlayman o'zi. Kelishib qolsak, YouTube'ga qo'ymasam nima qilaman? YouTube'ga qo'ysam, boshqa ssenada qo'yaman. Hozir yetib keldi qo'ylar. Sog'lom. Ichida 3 dona urg'ochisi bor, qolgan hammasi qo'chqor. So'raganlar yaxshilab aytib. Mana kashtang, buni ham simjim, buni ham toza qo'y bo'ladi kichik. Mana bu ikizak. Yana ikizaklar bor bu yerda, o'zim haliga qilib beraman. So'raganlarga telefon raqamlarimni bilasizlar. Telefon qilaverasizlar.